Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Abubakir Safayev. Zolotaya koronadan olingan qarzlar va boshqa kreditlarni qanday qilib qonunga asoslangan holda to'lamaslik mumkin? Agarda siz ham xuddi shunday savollarga javob olmoqchi bo'lsangiz, ushbu videorolikka like bosib, menga podpisatsiya qilishni unutmang. Zero ushbu videorolikda xuddi shunday savollarga batafsil ma'lumotlarni sizlarga yetkazaman. 127-federal qonunga asoslangan holda kreditlar va mikrozaymlarni to'lamaslik imkoniyati bor. Buning uchun RVP, VNJ yoki bo'lmasam Rossiya fuqaroligi bo'lishi kerak. Internetga FZ 127 o nesostoятельности deb yozib, ushbu qonun bilan yaqindan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Agarda sizda RVP yoki VNJ yoki bo'lmasam Rossiya fuqaroligi bo'lmasa, siz O'zbekiston yoki Tojikiston yoki Qirg'iziston fuqaroligi bilan kreditni ta'til yoki bo'lmasam protsentni stavkalarni pasaytirish haq-huquqiga egasiz. Ushbu haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling.